2026-yildagi eng birinchi yangi trend. Instagramni portlatib tashlagan, Tailandda o'ylab topilgan Maru Tokyo pankeklari. Pankekni birinchilardan bo'lib tayyorlab ko'rishga qaror qildim. O'xshadimi yo'q? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Idishimizga sut, shakar, asal, tuxumni solib yaxshilab aralashtiramiz. Aniq miqdorda videoning tagida yozib qoldiraman. Unga razrixlitilni qo'shamiz va uni tuxumli massaga solib yana yaxshilab aralashtiramiz. Xuddi shunaqa quyuqlikdagi massa bo'lishi kerak. Boshqa qopqog'ini xuddi shu ko'rinishda teshib olamiz. Massani yarmini baklajkaga qo'yamiz, yarmini qoldiramiz. Va shunaqa oddiy dumaloq pankek ko'rinishida shakl beramiz. Undan keyin baklajka yordamida videoda ko'rsatilganidek qilib shakl berib chiqamiz. Past olovda ustlari teshik-teshik bo'lib pishgunicha ushlaymiz. Xohishga ko'ra nachinka solishingiz mumkin. Svetlogoriya siroklari, banan va malinadan foydalandim. Nachinkalarni solib bo'lganimizdan keyin xuddi shunaqa qilib asta-sekinlik bilan o'rab olamiz. Massasiga keladigan bo'lsak, o'zimizdan oddiy pankekka o'xshaydi, lekin dizayni umuman boshqacha. Ichidagi nachinkasi juda ham mazzasini o'zgartirib yuborar ekan va dizayni ham ishtahani ochadi. Joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'xshadimi yo'q kommentariyada yozib keting. Noodatiylikni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Albatta Svetlogoriya siroklaridan ham olib ko'ring. Yangilik qilishda charchamaydigan Svetlogoriya jamoasi Trikota multikaga atab ham siroklar ishlab chiqarishmoqda. Bu siroklarni sovg'a sifatida ham bolajonlaringizga olib bersangiz bo'ladi.